Uyda zerikib ketdim. Pul topishni xohlayman. Davlat ishida ishlab ko'rdim. Hech ham oyligimga qoniqmadim. Oyligim bu oydan bu oygacha hech narsaga yetmaydi. Farzandlarim katta bo'lishyapti. Ularga ko'p narsa olib berishim kerak. Xo'jayinimning ham ishlari yaxshi emas. Shunaqa deb siqilib yurgan paytimda bir tanishim menga bir zo'r biznes taklif qilib qoldi. Qanaqa deysizmi? Uyda o'tirib katta pul toparkansiz. Oldinida ishonmadim. Xo'jayinim qo'ymasalar kerak dedim. Xo'jayinim bilan maslahatlashib ko'rgandim. Xo'jayinim uydan chiqmasangiz zo'r ekan, bemalol ishlab ko'ring dedilar. Eng qizig'i, chaqalog'imiz bilan uydan chiqmasdan turib 21 kunda $1000 dan $10,000 pul toparkanmiz. Shunaqa uydan chiqmay katta pul topgan odamlarni ko'rganmisizlar? Bunaqa qilib katalog bor ekan. Shundoq katalogni ochasiz. O'zingiz xohlagan mahsulotlarni zakaz berasiz. Bu katalogda 15 mingdan ortiq mahsulotlar bor ekan, qaranglar. Ayollarimiz uchun, o'zimiz uchun, oilamizga kerakli bo'ladigan hamma narsalar bor. O'ylab qarasam, yaxshi biznesga o'xshadi. Chunki ko'chadan ham shu narsalarni qimmatga olamiz. Bu esa mana shu narxidan ham ichki narxida berar ekan. Bunda ikki xil narx bo'lar ekan. Tashqi narx va ichki narx. Mana bundan 20% chegirmada olasiz deyishdi. Vau! Shu katalogda a'zo bo'lganlar uchun esa mana shunaqa sovg'a berilar ekan. Mana yangi qo'shilgan qizlarimiz uchun shu cho'lkidan, rossiyskiy faberlik cho'lkisidan ikkita berar ekan. Qo'yilmisizlar, shunaqa qiziqib ketdimda, ichidan o'zimga kerakli hamma narsani tanlab oldim. Shoshmang, sotish uchun tanlang desa, yo'q, bular hammasi o'zimga kerak. Birinchi o'zim uchun olishim kerak deb bir boshdan hammasini qayta ko'rishni boshladim. Eng glavnisi, qaranglar, sizlarga nimani ko'rsataman hozir? Bizning oilamiz, bolalarimiz sog'lig'i uchun juda ham kerakli immunitetli choylarimiz bor ekan. Rossiya ham kerakli, chunki men ularni doim ko'chadan zakaz berib olardim qimmatga. Ana endi mana shu Faberlik kompaniyasidan olsak ham bo'lar ekan. Mustafa yig'lab qoldi. Ko'rsatib yuboraymi? Mana shunaqa qilib yosh bolam bilan ishlab shunaqa katta pul topsang, mayli xotin dedi xo'jayinim. Va men hozir zakaz beraman. Bu joyga borib zakaz berish kerakmikan desam, yo'q, siz uyda o'tirib zakaz bersangiz bo'ladi deyishdi. Voy, bu qanaqa biznes? Qanaqa menga kelgan omad dedim-da, o'sha Play Marketdan tezda yuklab oldim. Qaranglar, qanaqa zo'r. Uydan chiqmas turib zakaz berar ekanmiz. O'zlari yetkazib berishar ekan. Juda ham zo'r. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, tezda Faberlik kompaniyasiga